Bu 3tasi kerak emas. Qolganlarini esa o'rab pastga yuboringlar. Ko'p bo'ladi. Biram ko'pki. Hozirgina qariya bolalarni erkalatmaslikni aytgandi. Voy. Gap bu yoqda ekanda. U qariya bilan e'tibor uchun kurashyapti. Namuncha qimmat. Bu o'g'limni davolash uchun yetgan bo'lardi. Nimalar deb g'ildiryapsan? Aytmoqchimanki, janob Luna dedi, juda ham ajoyib ekan. Bu o'g'lingga sovg'a. Yo'q, kerak emas. Bu juda ham qimmat. Men sovg'a qilmoqchi bo'lgan narsani qaytarib bo'lmaydi. Karta bilan to'lang. Hoy, qaytarishning iloji bormi? Kechirasiz, bularning hammasi shaxsiy buyurtmalar, qaytarib olmaydi. Men esa kiyimni qaytarib, pullarni Xiaobaoni davolashga sarflamoqchi edim. Oson yo'llar ko'rinmaydiganga o'xshaydi. Xiaobao, oying hali ham ishda. Tez orada qaytaman. Yordamchi-ye. Bolang uyda yolg'izmi? U xasta, so'nggi paytlarda maktabga bormayapti. Unda ertaga uni ofisga olib kel. Rahmat, janob Lu. Darvoqe, men ham 6 yoshlik bola bilan gaplashishni o'rganib olaman. Ajoyib. Unda ertaga Xiaobao uyda yolg'iz qolishiga to'g'ri kelmaydi. Xiaobao, oyijoning ishga ketish kerak. Sen shu yerda o'tirib multfilm ko'r, xo'pmi? Xavotirlanmang oyijon. Bu yerda elektr tokida ham, internetdan ham foydalanish mumkin emas, lekin men aniq hech qayerga qochib ketmayman. Unda meni o'p. Mayli.